May yegan somsalarning ichida eng mazalisi shu mayda bir yutumli somsachalar bo'ldi. Birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Sizga retsept yoqsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishoning, tayyorlagan somsalaringizning ichida eng mazalisi shu bo'ladi. Suv, tuz va semichka yog'ini qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz va un solib, o'rtacha qattiqligida xamir qilamiz. Tayyor bo'lgan xamirni 20 daqiqa tindirib qo'yamiz. Bu orada nachinkani tayyorlab olamiz. Qiymaga bitta piyozni qirg'ichdan chiqarib qo'shamiz, tuz va har xil ziravorlarni qo'shib aralashtirib qo'yamiz. Tingan xamirlarni 6 ta bo'lakka bo'lib, zo'ala tayyorlab qo'yamiz va yana 5 daqiqa tindirib qo'yamiz. Tingan xamirlarni qo'l yordamida ochib chiqamiz va orasiga xohishga ko'ra uydagi bor margarin yoki sariyog'ni surib chiqamiz. Shu tariqa 6 ta xamirni ketma-ketlikda qo'lda yoyib chiqamiz. Yoyilishi juda ham oson. 5 daqiqa vaqtingiz ketadi. Yoyilgan xamirlarni yaxshilab bosib, orasidagi havolarini chiqarib, konvert shaklida o'rab chiqamiz va selofan paketga solib, yarim soatga muzlatgichga tindirishga olib qo'yamiz. Tingan xamirni un yordamida yoyib chiqamiz. Yoyilgan xamirni ingichka qilib kesib chiqamiz. Chuchvaradan ko'ra sal kattaroq kessangiz, shunda mayda somsachalar tayyor bo'ladi. Kesilgan xamirlarga nachinkani solamizda, xohishga ko'ra tugib chiqamiz. Men turburchak qilib tukdim. Xohlasangiz yumaloq yoki uchburchak qilib tugishingiz ham mumkin. Somsachalar ustiga tuxum sarig'i va kunjut sepamiz. 180 gradusda qizib turgan duxovkada 30-35 daqiqa pishirib olamiz. Issiqqina somsalar tayyor bo'ldi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.